Haval H6. Adam bilan obzor so'rovmidinglar? Haval mashinasiga ketdik ota. Assalomu alaykum. Mashinasiga qarang. Ha. Nima bu? Bucha mashinaning tegi bilan ko'rsatyapti. 540 gradus deydi buni. 360 emas-da bu. Mashinaning tegi bilan ko'rsatadigan varianti deydi. Ikkinga qarang. Bitta narsa ko'rsataman. Повтор траектория. Задний передатчиga urdi. Uring. Продолжайте нажимать, отпустите тормоз. Nima qiladi bilasizmi? Hozirgi mashinani qo'ygan joyingiz bor, o'sha yoqqa borib qo'yadi mashinani. Xo'p, assist parkovka bor. Monitor menga lekin katta tuyulyapti. O'zim mashinamdan katta. Xo'p, mashinaga joylashish qanaqa? Kenglik? Yo'q, mashina yaxshi. 150 mashinani sog'ingan ekanman, borku. Yaxshi. Yo, joylashish kenglik to'g'risida e'tiboring birmi? Normal. Yo, mana siz keng odamsiz. Xitoyning mashinalaridan kengroq. C16 bilan o'tgan safar mana C16 ga chiqqaningizda bittada o'g'lim toragan mashina dedingiz. Qolgan hamma narsasi yoqdi, lekin bu tor dedingiz. Kengga solish. Xo'p, obzor qaraganda qanaqa ko'rinyapti? Obzor yaxshi. Qanaqadir men yo odatlanib qoldimmi? Yo, yaxshi normalniy. Xo'p, Yo, men bu gradusi past bo'lganligi uchun normalniy ko'rinyapti menga. Head-up display bor. Avtomobil полный привод 2 litrli. Turbina motor shu faqat 95-100 benzin quyish kerak bo'ladi. Mashinani obzorga olishdan, test drive'ga olishdan oldin xalqdan so'radim-da, olaymi, olmaymi deb so'raganimda, bunaqasi holat juda ham kam bo'ladi. 90% dan ko'p odam Haval avtomobilini maqtadi. Aprosda qatnashganlarni ko'prog'i Rossiyadagi o'zbekistonliklar, migrantlar ekanda. Rossiyada eng chempioni, eng yaxshi yuradigani, kam buziladigani mana shu mashina degan narsani aytishdi. Esingizda bo'lsa biz ham birga Moskvaga borganimizda bu mashinani juda ko'p ko'rgan edik. Ko'p. Hozir mana qara rollarni burilishi ham rosa yumshoq. Ana hadoylari ham boshqa karisi mashinalarga qaraganda ham yumshoq. Bilmayman, xitoyliklar bir yangi bir narsani o'ylab topib, shuni nigratib ish qilib oxir bilan bo'lsin. Nimaga deganda, zo'r narsa tez buziladi-da. Mana shu joni qattiq bo'lsin. Joni qattiq bo'lsa, odamlar maza qiladi, duo qiladi, keyin shu mashinaga yopishadi. Haval bo'lsa, men Haval birinchi Jeep minishdan oldin shu Havalni minib ko'rgan edim. Birinchi o'sha chiqqan modelini, og'ayimiznikini minib ko'rdim. Voy, Captivadan zo'r-ku bu desam, narxi undan arzon dedi. Benzinoviy mashina bo'lsa, qarang, anaqasi bor ekan, radar o mashinalarni ko'rsatyapti oldimizdagi. Polosachteniyasi bor, rulni o'ngga chapga o'zi buryapti-da. Yana bitta narsa, zimniy paket bor ekan mashinada. Mana laboy yaxshilab qarasangiz, spiral bor. Ko'ryaptimi? Yo'q, boplabdi, shuni boshqa zavodlar ham foydalanadi tez kunda, qarang. Bunaqa ham jimir bunaqa tushyapti. Spiral tushyapti, nima tushyapti? O'sha zimniy paket ekanda, mashinalarni o'sha oynasini qizdirar ekan, o'rta bokovoy ham, orqangizdagi ksenon chiroqni nurini sindirib to'g'ilib berar ekan. Rulda isitadigan sistemasi bor. Mana sezaydi, ha? Sizlar qarang, pastga qilsangiz sovutadi, tepaga qilsangiz isitadi, qarang. Boplab qo'yibdi. Konditsionerga o'xshatib qo'ygan. Odamlarga qulay variantini qilganda. Tushunarli, ha? Bitta knopkani bosasan, chiqasan. Qidirib o'tirmaysan. Yaxshi, zo'r qilibdi shu narsani. Bosing, ha? Открой шторку, пожалуйста. Mashallah. Mana aqlli. Anu, голосовой komandasi o'rischa. Ruscha zo'r ekan. Hamma o'rischaga o'rgangan-ku, to'g'rimi? O'zbekcha qilib qo'ysa tushunmaysiz, to'g'rimi bu? Yo'q. Bitta savol bering. Benzin mashinani yomon tarafi, elektr mashinani yomon tarafi. Elektr tez tamom bo'lib qoladi. Uzoq vaqt zaryadga qiladi. Bu qaraga tez Yomon tarafini ayting, yomon tarafi. Yomon tarafi. Benzin qimmatligi, to'g'ri? Benzin qimmatli, keyin turbo mashinalar qimmat doim. Zapravkasi benzini qimmat bo'ladi. Lekin mashinachi masalan qilmaydi. Agar benzinni tasavvur qilgan 5000 so'm bo'lib qolsa boru, onasini ham shundan olib qo'yadi-da. Bor. Imенно shu mashinadan olib qo'yadi-da. G'irt elektromobil dey mashinada, qarang, hamma funksiyasi bor ekan, sezyapsizmi? Uzoqqa yurganingda ham menimcha charchatmasa kerak. Charchatmaydigan mashina yaxshi-da. Yo'q, mashina xarid qilayotganingizda mashinaning kengligiga qaraysizmi? Hozir qaraydigan bo'lib qoldim. Oldin qaramasdim, hozir qarayman. Mashina baribir o'tirganingda seni charchatmaydigan sharoit o'sha keng, sal bu yoqqa surilib, sal bu yoqqa surilib, bemalol anaqa qiladigan sharoit kerak ekan borku. Esingizda bo'lsa, bir Dubayga borganimizda Captiva 5 chiqqanda gaplashgan edikda. Ada qarang, Captiva 5 avtosalonda boshlang'ich to'lovsiz oyiga $300 berayotgan ekan. Boshlang'ich to'lovni shart emas ekan, 5% berayotgan ekan. Deganimda, bu ketish bo'lsa, bizda ham yaqinda shunaqa bo'ladi degandingiz. Xuddi bu mashinada ham xuddi shunaqa 25%, 50%, 75% mana shunaqa to'lov bilan olib chiqib ketsa bo'lar ekan. Bu ham xuddi o'sha davrlar keldi demoqchiman-da. Mana o'sha aytilgan narsa. O'sha davrlar keldi. Shuning uchun ko'p narsani gapirib o'tganda yaxshi narsani prognoz qilish kerak, yaxshi narsalarni gapirish kerak. Inshaalloh shu ketishda ketsa, mashinani oling deb o'yinga olib kelib berib, pulini sekin topganingizda berarsiz deydigan paytlar ham keladi, xudo xohlasa. Endi menga qarang.
Bu точка доступа beryapti. Demak, bunda sim karta ham bo'lishi kerak. Mashinaning o'zida sim karta bor ekan. Bu senga internet ham beradi. O'shaning uchun ham голосовой komandalar ham ishlayotgan ekanda. Mashinada o'tirgan odamlar mana shu parolni terib, bemalol buni internetdan foydalanib ketaveradi. Ichida sim karta bor demak. Bor. Ha, vождение normal bor ekan, qorda yuradigani bor ekan, ekonomическийsi, off-road rejimi, endi sport по-любому bo'ladi. Mashinalar mana start stop bor-ku. Buni o'chirib qo'ysangiz bo'lar ekanda, xuddi o'zingizning mashinangizdagi lidaka tormozni bossangiz mashina zavat bo'ladigan hissa bo'lar ekan. Yo'q, mashina yaxshi. Mashina yaxshi? Mashina yaxshi. Ha, lekin bor ekan, rulli, komfort, sport. Ha, rulli ham, hatto rulli ham regulirovka qilsa bo'lar ekan. Bu undan yumshoq. Mana bu sport rejimda rul qattiq. Jo'stkilashsa kerak. Xo'p, avtoparkovka menga kerak emas dedingiz, va ayollarga yaxshi menimcha. Mana shu knopkalar to'g'risida gaplashaylik. Hozir mana Li avtomobilni haydab olasiz. Umuman knopkasi yo'q, to'g'rimi? Qiynalyapsiz-a? O'rganib qoladi. Men aytaman-da, adam mashina narsa ziyon emasmi deyman. Chunki haydab ketayotgan paytingizda ekranni bosib, orasidan qidirib topib, nimadir bosishingiz kerak bo'ladi. Yoki to'xtash kerak bo'ladi. Ha, yoki to'xtash kerak bo'ladi. Yoqib keyin yurish kerak bo'ladi. Savol, avariyniy situatsiyani hosil qilishi mumkinmi? Ko'paytiradi. Mana shu knopkalar baribircha qaramasdan bosa olasizda, to'g'rimi? Bunday qilasan-da, mana avtokonditsioner yoki oynani eritadigan. Sirot bosasan, ishingni anaqa diqqatingni mana qara, bitta operatsiyani mashinada bajarmoqchi bo'lsang, senga bir 2-3 sekund kifoya-da. 2-3 sekundda kerakli nima yoqasan. Endi u elektr avtomobillarni ham yaxshi tomoni bor, lekin u sendan 15-20 sekund, 30 sekundlab vaqtingni oladi bitta funksiyani yoqishing uchun. O'zi boshida sizga aytish esimdan chiqdi-da, mashinachi sizni mashinangizdagi qimmat mashina emas-da, buni o'zingizni qimmat mashinangiz bilan solishtirmasligingiz kerak. Sizda pnevmo podveska bor. Bunda pnevmo podveska yo'q. Ходовойni yumshoqligi qarang. Alohida независим mustaqil richaklardan qilingan, oldi ham orqasi ham. To'rtta g'ildirak alohida ishlaydi. O'shaning yutuq tomoni bor bolam. Bu uncha-muncha kompaniyalar bunaqadan foydalana olmaydi. Qimmatda chunki, to'g'rimi? Qimmat bu. Mostdan foydalanadi. Most ikkita chekkasida anaqa bunda turadi. Lekin bu nimaning o'zida o'sha shassini o'zidan chiqadi bu. Независимый. Mustaqil richak. Mashina qiyshu joyda ham tekis ko'rinadi. Tekis turadi. Lekin anaqada harakat qilayotganda ham qanaqadir bo'lsa, mashina agar mana bunday qiyshayib tursa, bu tog'larga chiqishga, boshqaga ham opasnaydi. Tortib ketadi. Buni o'sha независимый podveska o'sha g'ildirak tushadi, ko'tariladi, pasayadi, lekin mashinani urovenda ushlab beradi. Har biri alohida o'zi uchun ishlaydi. Bu ham katta pul turadi, bu boshqa podveskalarga qaraganda qimmat turadi. Mashinaning yumshoqligi yaxshi. Yumshoqligi 4 ball. To'g'ri? Ha, 4 ball yumshoqligi. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Adam mana bu mashinaga solishtirib gapirib qo'yayotgan bo'lishlari mumkin. Endi sizning mashinangiz pnevmo podveska, sideniyani qulayligi qanaqa-da? Yaxshi ekan sideniyasi. Sideniyasi yaxshi? Ha, quchoqladi. Birinchi o'tirganingda общий o'tirayotgansan-da, keyin element taqqaningdan keyin sekin quchoqlayapti. Head-up displeyga siz ham o'rganib qoldingiz-a, menimcha? Men ko'zimni uzmaydigan bo'lib qoldim. Faqat o'shanga qarab yuraman. Men bu yoqqa qarayotganim yo'q. Men bu oynalarda yoningdan mashina o'tsa, o chiroq bor. U sariq chiroq. U bakovoyda. O, anaqa. Zona sleeping zone. Ha, sleeping zone. Men undan hozir bosh foydalanayotganman. Men bitta o'zida ko'rsatyapti. Bitta narsaga javob berganda. Men mashinaga diqqat e'tibor berib kelyapman-da. Mana bitta 100 bit qilgan. Mana bor ekan. Mana bu bor ekan. Nima ekan shular? Bunda ham bor ekan, qarang. Bilmasam men ham. Video registratorini ta'minatmi ekan-a, nima deysiz? Bilmadim, o'sha mashina 100 bit slotdan naqasi bor ekan. O, mashina narsani yaxshi ko'raman-da. Mashina narsani yaxshi ko'raman. Hozir siz komfortni o'tiribsizmi? Ha? Komfortni o'tiribsizmi? Men qarayman, oyog'im tizzam tegmayapti sideniyga-da. Umuman tegmayapti. Oyog'imda uchini ko'tarib ko'rchi. Bunday qilib. Ko'tardim. Tegmadimi? Sideniyaga tegayapti. Ya tizzam tegmayapti, oyog'im tegadi-yu baribir ko'tardim. Yo'q, tegmayapti tizzam. Yaxshi, demak keyinga. Keyinga menga bitta anaqa yozdi, "Aka, men shu mashinada kira qilaman" dedi, Rossiyada dedi. Bitta orqasiga o'tirib ko'ring, kengligini ko'ring, bittada aytasiz. Mashina juda keng dedi. O'shaning uchun hozir o'sha odamning gapi esimga tushib qolib kiryapman-da. Ha, arzonchi mashinaga o'xshamayapti-da, to'g'rimi? Yo'q. Bilinib turibdi. Ha, qimmat. Arzonchi emasligi bilinib turibdi. Orqada ham mana sideniyasida degan knopkasi, zaryadka uchun alohida port tashab ketgan ekan. Bo'ldi, rahmat sizga fikringiz uchun, xulosangiz uchun. Qolgan endi o'zingizdan men odamlar ko'proq elektromobil yoki gibrid avtomobilini tarafdori insonlar, to'g'rimi? Yo'q, men rasxod ekonomist sochiman-da. Toyota mashina mindim, zo'rlarini mindim. Hop, Hyundai'ni mindim, Honda mindim. Endi bu hammasi ma'lum bir vaqt mobaynida shu mashinalar haqida o'zi ma'lum bir fikrga ega bo'ladi-da inson. Shu o'zimning tajribamdan kelib chiqilgan holda senga yaxshisini yaxshi, yomonni yomon deb aytayapman. Bu mashinani olib kelib sotayotganlar mendan xafa bo'lmasin. Zo'r mashina olib kelibsizlar, sizlarga rahmat. Tashqi ko'rinishiga bitta baho bering endi. Orqasiga e'tibor bergin. Highlanderga o'xshaydi. Toyota'ning o'sha Highlanderga modeli bor, mana chiroqlari. Ne? Gnat xod. Ha, bu ketdi.
Xullas mana shu oyog'ida ochadigani bor ekan. Bagaj menimcha kambag'allik hovlisida ekan. Hadi. Katta ekan. Bagaj katta ekan. Orqasi lekin xunuk emas ekan, ha? Men agar mana shu yozuvga bo'lmasa-chi, Ha. buni ko'rganlar Highlander. Highlander deydi. Ha, Highlander deydi. Bu anaqadan keladi. So'ngdan keladi. Clearance keyin sezasizmi, baland clearance. Ha, baland. 196 mm ekan. 1.90 olmam. Bu normalniy ekan. Normalniy, ha? Normalniy. Salkam 20 cm-da, ha? Standart 18. Ha. Ha. 18 clearance bu. Qalay turqi tarovat. Chiroyli endi. Xitoyliklar ana Xitoycha basharada, to'g'rimi? chiroylarni ko'p ishlatish yaxshi ko'radi. Ha, ma'mulani to'sda, ha? Lekin biz uchun ham moslashib ketdik. Ha. Zo'r chiqaribdi, katta yozuv bo'lardi havol degan. Buni chiroyli chiqaribdi. Hatto kapotni ochib qo'y, motorni ko'radi. Mana shunga ikkita chetiga amortizator qo'yib yubormabdi-da, ya. 2 litr turbina motor. Mana bu yangi standartda. Hmm. Nimaga deydi? Oldingi standartlarda mana bu o'rtasini tejib moy soladigan nima qilardi. Aha. Hozirgi oxirgi standartlarda mana shu moy soladiganlari ham hammasi tegida qolib ketgan. Moy solish uchun unisini olib yechib qolib, keyin nima qilasan? Svechani injektorda ko'rganda. Elektronikasiga, kompyuteriga bitta baho bering-chi. Mana qarang. Bu yoqda. Ha. Bo'sh. Nemetga qo'yibdi, qarang. Mana bo'sh qo'yibdi-da. Молодцы. Shuncha yil Jiguli mashinani mindik, Nexa'ni mindik. Bir pasda o'zgartirib tashlayapti Xitoyliklar-da. Biz ham shunaqa ishlab chiqarsa bo'lmasmidi deyman. Hozir ancha taraqqiyotda ilgarilab ketgan bo'lardik. Telefon chiqaryapman deb o'ylayapti bular. Bo'ldi. Yursa zo'r mashina.